Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga to'lov bekor qilindimi? Pensiyaga ustama endi kimlarga beriladi? Kim xavotir olish kerak? Kim esa bemalol o'z huquqini talab qilishi mumkin? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor. Ota-onamiz, buva-buvilarimiz yolg'iz yashayotgan qariyalar. Nogironligi bo'lgan fuqarolar yoki boquvchisini yo'qotganlar. Men bugun sizga gapni murakkab qonun tili bilan emas, oddiy xalq tushunadigan qilib misollar bilan tushuntiraman. Chunki ko'p odamlar bir xil savol beryapti. Avval olgan qo'shimcha pulim nega kamaydi? Mahalladan beriladigan yordam endi nega chiqmayapti? Pensiya ustamasi hammaga beriladimi yoki faqat ayrim toifalargami? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichik hujjat yetishmasa ham odam o'ziga tegishli puldan quruq qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki men shunday mavzularda aholiga kerakli ma'lumotlarni muntazam tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Avval ko'plab qariyalar pensiyadan tashqari turli qo'shimcha to'lovlar, moddiy yordamlar, kompensatsiyalar yoki mahalla orqali beriladigan ijtimoiy yordamlarni olishardi. Masalan, yolg'iz yashayotgan pensionerga oziq-ovqat uchun yordam, kommunal to'lovlarga ko'mak, ayrim hollarda bayram oldidan bir martalik pul, nogironligi bor pensionerlarga alohida ustama. 90 ming yoshdan oshganlarga parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar berilishi mumkin edi. Lekin odamlar bu to'lovlarning barchasini bitta nom bilan aytib yuboradi. Qariyalarga pul, pensiya ustamasi, yordam puli yoki qo'shimcha to'lov. Aslida esa bu pullarning manbasi ham, sharti ham, tekshirilish tartibi ham har xil. Bir pul pensiya jamg'armasi orqali belgilanadi, boshqasi ijtimoiy himoya organlari orqali. Yana biri mahalla tavsiyasi bilan. Yana biri nogironlik yoki mehnat staji asosida chiqadi. Shuning uchun bir turdagi to'lov to'xtatilsa, odamlar darrov qariyalarga to'lov bekor qilinibdi deb o'ylaydi. Men bu yerda eng asosiy narsani aytaman. Pensiyaning o'zi bekor qilinmaydi. Odam qonuniy pensiya yoshiga yetgan, staji bor, hujjatlari to'g'ri bo'lsa, pensiya olish huquqi saqlanadi. Gap ko'pincha pensiyaga qo'shimcha ustama, ijtimoiy yordam yoki alohida kompensatsiya haqida ketadi. Hozir nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, ko'plab yordamlar avtomatik ham, qo'lbola tartibda ham berilmaydi. Endi ko'proq ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni fuqaroning daromadi, mulki, uyda kimlar ro'yxatda turgani, boshqa yordam olayotgani, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojligi, ish staji, yosh toifasi, hatto ayrim holatlarda farzandlarining moddiy imkoniyati ham hisobga olinishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Avval bir odam men yolg'izman deb ariza bergan bo'lsa, mahalla uni bilgan va yordam chiqqan. Endi esa bazada uning nomida uy-joy, avtomobil, qo'shimcha daromad yoki ro'yxatda ishlaydigan farzandi ko'rinsa, yordam rad etilishi mumkin. Bu o'zgarishning sababi shuki, davlat yordamni haqiqatan ehtiyojmandlarga yo'naltirishga harakat qiladi. Lekin amaliyotda muammo ko'p. Ba'zi qariyalar hujjatni vaqtida yangilamaydi. Ayrimlar yashash joyi bo'yicha ro'yxat masalasini to'g'rilamagan bo'ladi. Kimdadir nogironlik muddati tugagan bo'ladi. Yana kimdir pensiya ustamasini olish huquqiga ega bo'lsa ham ariza bermagan uchun pul olmay yuradi. Demak, asosiy masala hamma to'lov bekor bo'ldi degan gap emas. Balki qaysi to'lov kimga, qanday shart bilan beriladi degan savoldir. Birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya oluvchilarni olaylik. Agar siz faqat yoshi bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz mehnat staji va avvalgi ish haqi ma'lumotlari asosida hisoblangan bo'ladi. Bunday pensiya har oy berilishi kerak. Lekin pensiya ustamasi alohida masala. Masalan, kimdir uzoq yillar ishlagan, lekin hujjatlari to'liq kiritilmagan bo'lsa, uning pensiyasi kam chiqishi mumkin. Men bunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 35 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya jamg'armasi bazasida 27 yil ko'rinadi. Natijada u har oy 200 ming yoki 300 ming so'm kam olayotgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda ustama bekor bo'ldi deb o'tirish kerak emas. Avval staj hujjatlarini qayta tekshirtirish kerak. Masalan, Saodat opa 62 yoshda. Pensiyasi 20 million 250 ming so'm. U 1995 yildan 1997 yilgacha zavodda ishlagan, lekin zavod yopilgan, arx hujjati olib kelinmagan. Shu yillar tasdiqlansa, uning staji oshadi va pensiya miqdori qayta hisoblanishi mumkin. Bu yerda gap yangi yordam haqida emas, uning avvaldan ishlab topgan huquqi haqida ketyapti. Agar u arxidan ma'lumotnoma olib pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiyasi o'shishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Ikkinchi toifa.
nogironlik bo'lgan pensionerlar. Nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya ustiga nogironlik bilan bog'liq ayrim qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng muhim narsa nogironlik guvohnomasi va tibbiy mehnat ekspert komissiyasi qarorining amal qilish muddatidir. Agar nogironlik muddati belgilangan bo'lsa, masala ancha barqaror. Vaqtida qayta ko'rikdan o'tish kerak. Ko'p odamlar shu joyda xato qiladi. Men oldin ham nogiron edim, nega pulim to'xtadi deb so'raydi. Chunki ba'zida muddat tugagan bo'lsa, tizim avtomatik to'xtatishi mumkin. Masalan, Anvar aka 2 guruh nogironi yoshga doir pensiya ham oladi. Uning nogironlik muddati 1-iyunda tugagan, lekin u iyulda qayta ko'rigidan o'tgan. Shu oraliqda qo'shimcha to'lov to'xtashi mumkin. Keyin hujjat qayta tasdiqlansa, ayrim hollarda to'lov tiklanadi. Lekin buning uchun ariza va tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, nogironlik hujjatingizning sanasini pasport sanasiday bilib yuring. 3-toifa. Yolg'iz yashovchi keksalar. Bu eng nozik masala. Yolg'iz yashovchi degani faqat uyda bir o'zi turibdi degani emas. Rasmiy ro'yxat, oilaviy holat, farzandlari daromad manbai, parvarishga muhtojlik darajasi ham ko'riladi. Ba'zi qariyalar haqiqatan bir o'zi yashaydi. Farzandlari yo'q yoki bor bo'lsa ham nogiron, ishsiz, chetda yordam bera olmaydi. Bunday odamlar ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lishi mumkin. Lekin uyda ro'yxatda 2 nafar ishlaydigan farzand turgan bo'lsa, amalda ular boshqa joyda yashasa ham, ba'zida xonadonda mehnatga layoqatli shaxslar bor deb chiqishi mumkin. Natijada yordam rad etiladi. Misol keltiraman. Karim ota atidagi yoshda pensiyasi 1.100 ming so'm. O'zi eski hovlida yashaydi. O'g'li Rossiyada, qizi boshqa tumanda turmushga chiqqan. Lekin o'g'li hali ham otasining uyda ro'yxatda. Tizimda Karim ota yolg'iz emasdek ko'rinadi. Shuning uchun unga yolg'iz qariyalarga beriladigan yordam chiqmasligi mumkin. Bu holatda Karim ota birinchi navbatda yashash joyi ro'yxatini tartibga keltirishi, mahallaga real ahvolni tushuntirishi, ijtimoiy xodim tekshiruviga sharoit yaratish kerak. 4-toifa, takin yoshdan oshgan pensionerlar. Ko'p odamlar takin yoshdan keyin hammaga albatta qo'shimcha pul beriladi deb o'ylaydi. Bu fikr har doim ham to'g'ri emas. Ayrim qo'shimcha to'lovlar yosh, parvarishga muhtojlik, nogironlik, yolg'iz yashash yoki qonunda belgilangan alohida maqom bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni faqat yoshning o'zi har doim yetarli asos bo'lmaydi. Faqat yoshdan oshgan odamga qaror kerakmi? U o'zini o'zi eplay oladimi? Unga ijtimoiy xizmat biriktirilganmi? U boshqa turdagi yordam olyaptimi? Bular ham ko'riladi. Masalan, Mohira buvi faqat yoshda farzandlari bilan yashaydi. Pensiyasi nisbatan yaxshi, qo'shimcha daromad manbai bor. Boshqa tomonda Zuhra buvi vaqtidan bir yoshda yolg'iz yashaydi, yura olmaydi. Pensiyasi minimal darajada, do'riga ko'p pul ketadi. Ikkalasi ham taqrimli yoshdan oshgan. Lekin ehtiyoj darajasi bir xil emas. Davlat yordamni ko'proq ikkinchi holatdagi fuqaroga yo'naltirishi mumkin. Shuning uchun faqat yoshga qarab xulosa chiqarmaslik kerak. 5-toifa, urush qatnashchilari. Ularga tenglashtirilgan shaxslar, mehnat fronti faxriylari yoki alohida imtiyozli maqomga ega fuqarolar. Bu toifadagi odamlar uchun ayrim ustamalar, kompensatsiyalar yoki imtiyozlar alohida tartibda saqlanishi mumkin. Lekin bu yerda ham maqomni tasdiqlovchi hujjat hal qiluvchi ahamiyatga ega. Hamma biladi. Men faxriyman degan gap yetarli emas. Guvohnoma arxiv hujjati tegishli organ qarori bo'lishi kerak. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash kerak. Chunki tizimda maqom ko'rinmasa, to'lov ham chiqmaydi. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz qonuniy tayinlangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, nogironlik yoki imtiyoz maqomingiz muddatsiz yoki amalda bo'lsa, har oy pensiya kelayotgan bo'lsa, vahimaga tushmang. Pensiya bekor qilinmaydi. Lekin men baribir yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotlaringizni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan yangi hujjat, arxiv staji yoki qonunchilikdagi o'zgarish sizga qo'shimcha huquq berishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, qo'shimcha yordam birdan to'xtagan bo'lsa. Ikkinchidan, nogironlik muddati tugash arafasida bo'lsa. Uchinchidan, uyda ro'yxatda aslida yashamaydigan odamlar bo'lsa. To'rtinchidan, pensiya miqdori juda past bo'lsa-yu, ish staji ko'p bo'lgan bo'lsa. Beshinchidan, men ariza bermasam ham o'zi chiqadi deb yurgan bo'lsangiz. Hozir ko'p to'lovlarda fuqarodan ariza, hujjat yoki elektron tasdiq talab qilinadi. Eng ko'p uchraydigan xatolardan biri shuki, odam mahalladagilar biladi deb o'ylaydi. Mahalla sizning ahvolingizni bilishi mumkin, lekin pulni tizim chiqaradi.
tizim esa hujjatga qaraydi. Agar bazada ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, mahalladagi gapning o'zi yetmaydi. Masalan, siz yolg'iz yashaysiz, lekin ro'yxatda nevarangiz turibdi. U ishlaydi, daromadi bor. Tizim sizni ehtiyojmand deb tan olmasligi mumkin. Bunday holatda avval ro'yxat masalasini hal qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya va ijtimoiy yordamni aralashtirmaslik kerak. Pensiya sizning mehnat huquqingiz yoki qonundagi ijtimoiy kafolatingiz. Ijtimoiy yordam esa ehtiyoj mezoniga qarab belgilanadi. Masalan, ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin. Lekin biri 2 million so'm pensiya oladi, ikkinchisi 900 ming so'm oladi. Biri farzandlari bilan yaxshi sharoitda yashaydi, ikkinchisi yoki o'zi ijarada yashaydi. Shuning uchun yordam biriga chiqib, boshqasiga chiqmasligi adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin. Lekin mezonlar bo'yicha farq bo'ladi. Uchinchi jihat, bank kartasi va to'lov texnikasi. Ba'zan odam to'lov bekor bo'ldi deydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi. Bank hisobida muammo bo'ladi. Plastik karta bloklangan bo'ladi yoki pensiya boshqa sanada tushadi. Shuning uchun birinchi tekshiruv bankdan boshlanadi. Bankdan hisobingizga pul kelgan-kelmaganini aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasiga boring. Agar pul davlat tomonidan chiqarilgan, lekin kartaga tushmagan bo'lsa, bu bank muammosi. Agar umuman chiqarilmagan bo'lsa, bu pensiya yoki ijtimoiy himoya organi bilan bog'liq masala. 4-jihat. Qayta hisoblash har doim avtomatik bo'lmaydi. Masalan, siz qo'shimcha staj topdingiz, avval hisobga olinmagan ish joyingiz bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi oldingiz. Bu hujjatni olib kelib bermasangiz, hech kim sizning uyingizga kelib, sizning pensiyangizni oshirib beraylik demaydi. Ariza yozasiz, hujjat topshirasiz, qayta hisoblashni so'raysiz. Shundan keyin mutaxassislar ko'rib chiqadi. 5-jihat, farzandlar masalasi. Ko'p keksalar farzandim bor, lekin menga qaramaydi deydi. Bu og'ir va hayotiy holat. Lekin rasmiy tizimda farzand borligi ayrim yordam turlarida hisobga olinishi mumkin. Agar farzand yordam bermayotgan bo'lsa, buni og'zaki aytish bilan cheklanmaslik kerak. Mahalla dalolatnomasi, ijtimoiy xodim xulosasi, real yashash sharoiti, daromad holati bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Ayrim hollarda aliment yoki qarindoshlarning parvarish majburiyati masalasi ham ko'tarilishi mumkin. 6-jihat, chet elga ketgan yoki boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa joyda yashasa, to'lov tartibi, yashash joyi bo'yicha hisob, bank ma'lumotlari, ishonchnoma masalalari muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa pensiyani boshqa odam ishonchnoma asosida olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati va qonuniyligi tekshiriladi. Hujjat muddati tugasa, to'lovni olishda to'siq paydo bo'ladi. 7-jihat, imtiyozli maqomning yo'qolishi emas, tasdiqlanmaganligi. Masalan, odam ilgari biror zararli ishlab chiqarishda ishlagan, imtiyozli pensiya yoki ustamaga da'vo qiladi. Lekin mehnat daftarchasida lavozim nomi noto'g'ri yozilgan, buyruq nusxasi yo'q, korxona nomi o'zgargan, arxiv saqlanmagan. Bunday holatda huquq bo'lishi mumkin. Lekin uni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun har bir hujjat muhim. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, qaysi pul to'xtaganini aniqlang. Pensiyaning o'zimi? Pensiyaga ustamami? Mahalla orqali beriladigan yordammi? Nogironlik bilan bog'liq to'lovmi? Kompensatsiyami? Buni bilmasdan turib hech kim to'g'ri maslahat bera olmaydi. Bankdan oxirgi tushumlar bo'yicha ma'lumot oling. Bu mobil ilova bo'lsa, tarixni ko'ring. Kartaga qaysida qancha pul tushganini yozib qo'ying. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa shu hujjat. Bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik hujjati, imtiyozli maqomni tasdiqlovchi hujjatlarni olib boring. Og'zaki so'rab chiqib ketmang. Ariza yozing. Arizada pensiya miqdorini va qo'shimcha to'lovlar asosini tekshirib berishingizni, to'lov kamaygan yoki to'xtagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirishingizni so'rayman deb yozing. 3-qadam. Agar masala ijtimoiy yordam bo'lsa, mahalla va ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Bu yerda sizdan yashash sharoiti, oilaviy tarkib, daromad, mulk, sog'liq holati, yolg'iz yashash yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha ma'lumotlar so'ralishi mumkin. Hujjatlarni oldindan tayyorlang. Pasport, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, pensiya miqdori haqida ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, dorilar uchun xarajatlar, kommunal to'lov kvitansiyalari, farzandlar yordam bermayotgan bo'lsa mahalla dalolatnomasi. 4-qadam, ro'yxat masalasini tekshiring. Ko'p yordamlar aynan shu joyda rad etiladi. Uyda kimlar doimiy ro'yxatda turibdi? Ular
aslida yashaydimi, ishlaydimi, daromadi bormi? Agar uyda ro'yxatda turgan odam amalda boshqa joyda yashasa, bu masalani qonuniy yo'l bilan tartibga keltirish kerak. Aks holda siz yolg'iz bo'lsangiz ham tizimda yolg'iz ko'rinmaysiz. 5-qadam, stajni tekshiring. Pensiyangiz kam chiqayotgan bo'lsa, mehnat daftarchangizdagi hamma ish yillari hisobga olinganmi? Korxona nomlari to'g'ri kiritilganmi? Arxiv ma'lumotlari bor yo'qligini tekshiring. Agar 1990 yillardagi yoki undan oldingi ish joylaringiz kiritilmagan bo'lsa, arxivga so'rov bering. Arxiv ma'lumotnomasi pensiyani oshirishda juda muhim bo'lishi mumkin. Bir necha yil staj qo'shilsa, har oy o'z bo'lsa ham farq qiladi. Yillar davomida esa bu katta pulga aylanadi. 6-qadam, nogironlik hujjatlarini vaqtida yangilang. Agar siz yoki yaqinlaringiz nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsa, muddati qachon tugashini yozib qo'ying. Tugashiga bir oy qolganda tibbiy ko'rik masalasini boshlang. Poliklinika, tibbiy komissiya, kerakli analizlar, xulosalar vaqt oladi. Bir kun kechiksangiz ham to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 7-qadam, yozma javob talab qiling. Bu juda muhim. Ko'p odamlar idoraga boradi, kimdir sizga chiqmaydi deydi. Odam uyga qaytadi. Nima uchun chiqmaydi? Qaysi hujjat yetishmaydi? Qaysi mezon bo'yicha rad etildi? Buni yozma javobda ko'rish kerak. Yozma javob bo'lsa, siz keyingi bosqichga murojaat qila olasiz. Yuqori tashkilotga, xalq qabulxonasiga, tegishli vazirlikka yoki sudga. Og'zaki gap bilan huquqni himoya qilish qiyin. 8-qadam, hujjatlarning nusxasini saqlang. Ariza topshirsangiz, kirim raqamini oling. Hujjat topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat so'rang. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam hujjat berganini aytadi. Idora esa bizda yo'q deydi. Shuning uchun har bir qog'ozning nusxasi, sanasi, kimga topshirilgani sizda qolishi kerak. 9-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Keksalar ko'pincha idora yurishga qiynaladi, elektron tizimni tushunmaydi, ariza yozishni bilmaydi. Rad javobini o'qib ham sababni anglamaydi. Agar sizning ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlarini bir marta tekshirib bering. Ba'zan 30 daqiqalik yordam odamning har oy qo'shimcha pul olishini ta'minlaydi. Endi bir nechta real hayotga yaqin vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Pensioner ayol har oy 1,7 so'm pensiya oladi. Lekin dori darmonga 400 ming so'm ketadi. Yolg'iz yashaydi. U mahallaga yordam so'rab murojaat qilgan, lekin rad javobi olgan. Tekshirilsa, uyda ro'yxatda 2 nevarasi turibdi. Ular boshqa shaharda ishlaydi. Bu ayol nima qilishi kerak? Avval ro'yxatni tartibga keltiradi. Keyin mahalla dalolatnomasi va pensiya miqdori haqidagi ma'lumot bilan qayta murojaat qiladi. Ikkinchi vaziyat, erkak pensioner darni yil ishlaganman deydi, lekin pensiyasi minimalga yaqin. Mehnat daftarchasida 12 yil ish joyi bor. Qolgan yillar yozilmagan yoki muhr o'qilmaydi. U nima qiladi? Arxivga murojaat qiladi. Korxona hujjatlarini izlaydi. Guvohlar orqali emas, imkon qadar rasmiy ma'lumotnoma orqali stajni tasdiqlaydi. Keyin pensiya jamg'armasiga qayta hisoblash uchun ariza beradi. 3-vaziyat, 2 guruh nogiron bo'lgan pensionerning qo'shimcha to'lovi to'xtagan. U bekor qilishibdi deb o'ylaydi. Aslida nogironlik muddati o'tgan bo'ladi. Bu yerda yechim tibbiy ko'rikdan qayta o'tish, hujjatni yangilash, keyin to'lovni tiklash bo'yicha murojaat qilish. Agar kechikish fuqaroning o'zidan bo'lgan bo'lsa, qayta to'lov masalasida alohida tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni idorada aniq so'rash kerak. 4-vaziyat. Bexizi yoshli bu farzandlari bilan yashaydi, lekin parvarishga muhtoj. Farzandlari ishlaydi, kunduzi uyda hech kim bo'lmaydi. Buga qanday yordam kerak bo'lishi mumkin? Faqat pul emas, ijtimoiy xizmat, parvarish bo'yicha ko'mak, tibbiy xulosa asosida alohida yordam masalasi ko'rilishi mumkin. Demak, yordam faqat pul berish bilan cheklanmaydi. Ba'zan xizmat shaklida ham bo'ladi. Bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, qariyalarning pensiyasi bekor qilindi degan umumiy vahimali gapga ishonib qolmang. Pensiyaning o'zi boshqa, pensiya ustamasi boshqa, mahalla yoki ijtimoiy himoya orqali beriladigan yordam boshqa. Har birining sharti, hujjati va tekshiruv tartibi bor. Kimning hujjati to'g'ri, maqomi tasdiqlangan, staji hisoblangan, yashash joyi ma'lumoti joyida bo'lsa, u o'z haqini olishi kerak. Kimda muammo bo'lsa, jim o'tirmasdan sababini yozma ravishda aniqlash kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq o'zingiz yoki ota-onangizning pensiya hujjatlarini tekshiring. Pensiya miqdori, staj, nogironlik muddati, bank karta holati, yashash joyida kimlar ro'yxatda turgani, mahalla yordamiga ariza berilgan-berilmaganini ko'rib chiqing.
kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga, mahallaga, ijtimoiy himoya organiga yozma murojaat qiling. Hujjatni talab qiling. Javobni yozma oling. O'z huquqingizni oxirigacha himoya qiling. Sizning hududingizda qariyalarga beriladigan to'lovlar pensiya ustamasi yoki ijtimoiy yordam bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'ziga tegishli puldan ayrilib qolmaydi.